Yevropa Premier Liga klublari haqiqiy qarshilikka duch keladigan joy. Angliyada taqvimni eplab bo'lmaydi. Liga bosimi, Angliya kubogi, Angliya Liga kubogi har hafta yangi yana bir qiyin o'yin. Yevropaga kelganida ingliz klubi zotan holdan toygan bo'ladi. Endi esa Yevropa Chempionlar Ligasi oqshomlariga bir qarang. Ko'plab Yevropa klublari ana shu nimchorak final uchrashuvlariga butun hafta davomida tayyorgarlik ko'rdi. Taktik jihatdan, jismonan, ruhan, har tomonlama. Ingliz klublari uchun esa bu odatda shafqatsiz taqvimdagi navbatdagi uchrashuv xolos. Shuning uchun ham Chempionlar Ligasidagi o'yinlar Premier Liganikidan ancha farq qiladi. Angliyada o'yinni sen nazorat qilasan. Yevropada esa aksi. O'yindan bir amallab soq chiqib ketishga harakat qilasan. Chunki bitta xato, bitta qarshi hujum yoki bir lahza ikkilanish va barchasi tamom. Bir onda favoritlar ham nimjonlashib qoladi. Mana shudir Premier Liganing haqiqiy sinovi. Jonini kirg'izadi. Yakshanba ham emas, Angliya kubogi ham emas, faqat Yevropa. Zero bu Yevropa Chempionlar Ligasi. Ligang kuchli bo'lsa, o'zingga.